Aleyküm assalam. Qanday, yaxshimi deb? Esoplar. Qanchadan bo'ldi torpoqlar? Bekten kendi bu. Paraz torpaklar. Bizden urgaçı anlamayın. 22'den erkekleri. 30'ga çeyin erkekleri. Numarini ayt ekan. 0552 men 70 74 86. Adres var mı? Adres бар. Hurmatli do'stlar, shunday sütemgi torpoqlar sotiladi ekan. Бұл bola менен tanışım bo'ladi. Bizning kanaldan desеңizdер. Tushib berasizlarmi? Söz. Magazin emas. Nomerni men ekranга qoldirib ketaman. Kimga kerak bo'lsa звонок qiladi azamat. Boy parodan olib keldi. Zakaz falan. Torpoq qancha oldi? 5000 deydi. Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Bugun 28 yanvar 2023-yil Jalolobod mol bozorini tartib kirgizamiz. Kanalimizga qatnashib, videoni oxirigacha cheyin ko'ringizlar. Mal bazarının önünde maşine zündürükler var. Mal bazarının önünde maşine var. Sani qancha oldi aka? 60. 60 ming bo'ldi. Abdullah aka. Torpoq qancha oldi? 25 ming bo'ldi. Erkek. Ağırız, namusun karşısıydı. Ölçün kökten. Kızına hak verdi. Kopadan kim korsa. Oğlum qanchadan bo'ldi? 100 mingdan bo'ldi. Bu Devletinde kadar. karılmak suyuşlar var. Devletinde suyuşlar var. 36 mingdan bo'ldi. Erkek torpoqlar. Torpoqlar qanchadan bo'ldi? 390 ming bo'ldi. 30 ming so'mdan. Otuz iki mingdan bo'ldi torpoqlar. Erkek urg'ach torpoqlar. Qanchadan bo'ldi? 40 ming. 40 ming bo'ldi. Erkek torpoq. 40 mingdan sotdi o'zi. Assalomu alaykum. Soni qancha oldi? 80 ming. 80 ming bo'ldi. Balasi qanday? Urg'achimi? Urg'achi balasi. Birinchi balasi. 6 litr suti bor ekan. Halovi qancha oldi? 88 ming bo'ldi. 47.500 bo'ldi. Bo'z ekan, xunajin. 47,5 deydi. Xunajin qancha oldi aka? Balasi qancha oldi? Oo, mana uylarda. Qanchadan bo'ldi buqalar? 80 mingdan bo'ldi. 160 ming bo'ldi ikki buqa. Qancha oldi taqsi? Qanchadan bo'ldi bunaqalar? 44 dan bo'ldi. 44 mingdan bo'ldi. 88. Torpoqlar qanchadan bo'ldi? 23 dan bergan sotib oldi. 23 mingdan sotılib olibdir. Qancha bo'ldi? 57 ming bo'ldi. Qara xunajin. Buqalar qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi?
108 ming bo'ldi. Seydoğum Beyzatlı Kastamonu. Seydug'um Bekzat'ın bu kasken. Sani qancha oldu? 86 ming bo'ldi. Buqalar qanchadan bo'ldi? 100 mingdan bo'ldi. Çay demek öğrendi. Qancha ming bo'ldi buqa? Öyle olanlar mı? Ya qanchadan dodasiz? Qancha oldu Sanoy? Adden nege? Qanchadan bo'ldi? Torpa qancha oldu? Torpağa 40 nargilesi 70 oldu. Torpa 40, narxisi 70 bo'ldi. Allah. Sandı qancha dodasiz? Qancha dodasiz? Kançede odasın da cevap verip koysan. Sandı qancha aldınız aka? 100 mingga. 100 ming olib tur. Qaysi nimadan chiqarasiz? Birinchi kecha. Kapkan sattım. Ya Sanoy qancha oldu? 82 ming bo'ldi tur. Qancha oldu buqa? Tuğanın buqa qancha oldu? 73 yarım 73.500 bo'ldi. Uyda qancha qaldınız? Ana ayta koy, mana bilmiyor. Bir şart etti, kurban pince tele suyu koy. Qancha oldi? Ne baladan sıra alalım, ne da. Gel aytkanda. Şu olan. Qancha oldi? Telefon açsın aytam. Telefon açsın. Bu kadar kaçını aldınız? Tuğan torpaklar kaçından mı oldu? 31.500'den oldu.